Yaxshi qizlar, necha vaqtdan keyin mejon qilib berib qaptimiz bugun u mejon qilib baqayli. Bir tarafdan kirimimizni qarash, yana bir tarafdan sizlar mendan eng jiq so'ragan tizimli qilsa pul topalamdi. Odatda siz nima ishlarni qilib pul topsiz degan masalada o'rtoqlashsak, birinchi bo'lib tizimli qilsanglar pul topalaysizlar. Pul topishning yo'li bo'lsa ikki xil qizlar. Masalan, sizlar shansayronlar yaxshi bo'lsa, chanda bo'j bo'lsanglar puldi. Agar kirim qilsanglar yaxshi bo'lib qolsa, mejon bo'j qilsanglar puldi. Masalan, ikki tarafdan nima foydasi bor degan vaqtda ikki xil foydasi bor. Birinchidan siz Guangao olsangiz, Guangao fey berdi, shu jihatdan pul topalaysiz. Uchinchidan siz seri qaror etish orqali kirim yaratalaysiz. Shu ikki tarafdan kirim yaratalaysiz. Shunlashqa tizimida pul topqol puldi qizlar. Pul topqol pulamdi deb so'rab, va menlar pul topqol puldi. Agar qizlar qilib baqsanglar bo'ladi, masalan bilmagan yaringlarni mendan so'rasanglar bo'ladi qizlar. Ikkinchi masala bo'lsa, shu odatdan nima ish qilib pul topsiz degan qizlar so'zlab bersa, men unidar so'z qilib pul topman qizlar. Endi mening qizim bor, 1 yosh kiray deb qoldi. Men odatda xizmat qilmayman, oilada shu undar so'z qilish orqali bir tarafdan qizim qarab, bir tarafdan oilamga qarab, bir tarafdan undar so'damni qilaman. Undar so'damda men shu yazil markasini qilaman. Oldinchili 12-oyda kirdim, 1 yil bo'laydi deydi qizlar. Hozirgacha darajamni shirkatning yuqori darajasiga o'stirgan bo'ldim. 8 mingga. Shu pullarni men shu mallarni setish orqali, o'zimning chidamchilik orqali, shu shippinglarni tatish orqali har jihatdan kirim yaratib darajamni o'stirgan bo'ldim. Olaman degan narsani ola oldim, qilaman degan ishlarimni qila oldim. Qizlar, tirishsanglar qilmaydigan ish yo'q ekan. Ish qilib o'zimni ba'zida shunchalik suyunaman, bir tarafdan o'zim xohish mening orqamga agashgan, menga o'xshash bolalar bor, ochashlarmi bor, menga o'xshash shu maktablarda o'qiyotgan tashuvshan qizlarmi bor, men bilan tang-tang tirishib, men bilan tang-tang menga pul tepib shu qizlar oyda 1000 koy, 2000 koy xarajat qilsa, hozir shu tanduga agashgan yanqi oyda 5000 koy kirim yaratib menga qizlar ota-onalarga vafodorligini yetkazib ish qilib bek suyunimizda bu markani qilganimizdan men shunchalik suyunaman. Hozirgacha nurg'un ishlarimni qilib ketaldim. Ham mushtatdim qizimdan taraf bo'lsin, o'zim tarafdan bo'lsin xarajatimni o'zim yaratib kelyapman. Agar shu menga o'xshash o'z xarajatimni o'zim yaratsam degan xonim qizlar bo'lib qolsanglar, meni ayrimxona izlasanglar puldi. Har qanday masalan ayrimxona izlasanglar puldi. Masalan, tashuvshan qizlar bo'lsanglar, menda izlasanglar puldi. Nima masalalar bo'lsa, ayrimxonaga qilsanglar puldi. Men shipping orqali va yoki shu session orqali sizlarga so'zlab berman qizlar. Amsa bugungi xotiramiz shunchalik bo'lsin. Kirimni qilib bo'ptimiz. Amsa kelar qisani ko'rishaylik. Xayr xo'sh qizlar.